Homilador bo'lishingizning asosiy shartlaridan biri sizda ovulyatsiya jarayoni bo'lishligidir. Ovulyatsiya bir oyda bir marta ayol organizmida follikulani o'sib, yetilib, yorilish jarayoni hisoblanadi. Va yorilgandan keyin follikulani ichidan ayolning tuxum hujayrasi chiqadi va erkakning spermatozoid bilan qo'shilib, o'sha joydan embrion hosil bo'ladi. Hamma vaqt ham ovulyatsiya ayolning organizmida ro'y beravermaydi. Sababi gormonal buzilishlar ovulyatsiyani yuzaga kelishiga to'sqinlik qiladi. Agar ayolning gormonal fonida o'zgarishlar bo'lsa, masalan, prolaktin gormoni baland bo'lsa, erkaklik gormoni baland bo'lsa, buqoq bilan bog'liq holatlar bo'lganda ovulyatsiya jarayoni buziladi. Ayol ovulyatsiya bo'lmaydi va homilador bo'la olmaydi. Agar sizda homiladorlik kechikayotgan bo'lsa, unda zudlik bilan ginekolog nazoratiga boring, gormonlar tahlilidan o'ting va aniq tashxisni qo'yib davolaning va albatta siz unda ona bo'la olasiz.